Bugun unsiz, shakarsiz, oqsil va kletchatkaga boy bo'lgan PP tort qilamiz. Bu tortni qancha yesangiz ham umuman semirmaysiz. Tayyorlanishi oson, juda foydali va mazali. Demak, ishimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda 4 dona tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Oqiga sarig'ini tushib ketishiga yo'l qo'ymang, chunki ko'pirtirganingizda qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ajratib olgan 4 ta tuxumni oqiga bir chimdim limon kislotasi yoki tuz soling. Bu mana shunday yaxshi ko'pirishiga sababchi bo'ladi va xuddi shunday holatga keltirguncha mikserlang. Tuxumni sarig'iga xuddi shunga o'xshash yumshoq tvorogdan foydalaning. 170-150 gram yetadi. Undan keyin esa shirin ta'm beruvchi steviyadan 1-2 qoshiq solib yuborib, yaxshilab venchik yordamida aralashtiring va oxirida ko'pirtirib olgan tuxumni oqini sekin-astalik bilan solib, lopatka yordamida nozik harakatlar bilan aralashtiring va ehtiyot bo'ling. Mana shu xamir cho'kib qolmasligi kerak. Undan so'ng albatta pergament qog'oz yozilgan listga xamirni sovoling va lopatka yordamida to'rtburchak shaklga keltirguncha tekislab chiqing. Hamma joyiga bir tekisda yoyishga harakat qiling. Hamma yerini tekislab olganingizdan so'ng 180 darajada qizdirilgan gaz pechiga 20 daqiqaga qo'yishingiz mumkin. Albatta, har bir insonning gaz pechi har xil. O'zingizni gaz pechingizdan kelib chiqqan holda ushbu me'yorni belgilashingizni so'ragan bo'lardim. Endi esa tortimizni orasiga surtadigan kremni tayyorlashga o'tamiz. Uning uchun ham bizga yumshoq tvorog kerak bo'ladi. 170 gram yumshoq tvorog va 2 osh qoshiqdan stevia, ya'ni shirin ta'm beruvchini solib, venchik yordamida bir xil massa bo'lguncha aralashtiramiz. 20 daqiqada tortning korji shunaqa qizarib pishadi va tayyorlagan kremimizni surtishimiz uchun korjni bir xil o'lchamda tortga bo'lib olamiz va har bir qavatiga krem, ustidan banan, malina yoki bo'lmasa uyingizda bor mevalarni terib, tortimizni har bir qavatini mana shunday bezab chiqamiz. Albatta, tortingiz yana ham ko'proq kremli bo'lishini xohlasangiz, 2 ta yumshoq tvorog, ya'ni 300 gram yumshoq tvorog solsangiz, bundan ham kremlari ko'p chiqadi. Tortning oxirgi qavatiga ham kremni surtib, qora shokoladni qirg'ichdan chiqarib, tabingizga ko'ra ustini bezatishingiz mumkin. So'ng masalliqlar bir-biriga yaxshi singishi uchun 1 soatga muzlatgichga solib qo'ying. Juda ham mazali, mevali, albatta foydali kremli bo'lgan, semirtirmaydigan PP tortimiz tayyor bo'ldi. Albatta pishirib ko'ring va yerliklarga ulashib qo'ying. Hurmat bilan, Qunduzxon Abdullayeva.